Assalomu alaykum barchalarga xayrli kun, yaxshi kayfiyatdasiz. Bugun yana bir baxtli xonadonni baxtli kuniga keldik. Bugun Muhriddin Mirzahmedov Kamoldiyevichni mehribon farzandlari albatta. Yulduzxon opamiz baxtli kunlari. 40 yildan oshiq ish tajribasiga ega bo'lgan bolalar va ultra tovush shifokori Muhriddin Mirzahmedov Kamoldiyevichni bugun mehribon farzandlari Yulduzxon opamiz baxtli kunlari. Xonadonlarda yaxshi kun bo'lsin. Mirzahmedov klinikasida diagnostikada menimcha bilmagan odam bo'lmasa kerak. Bularning xonadonlarda faqat yaxshi kun bo'lsin, xursandchilik kun bo'lsin. Mehribon farzandlariga oila a'zolari, yaqinlari, jigarlari nomlaridan, qolursa doktorning nomlaridan mana shu avtomashinani hozir topshirib, sizlar bilan birgalikda Yulduz opamiz ko'ngillarga ko'taramiz. Xonadonlarda faqat yaxshi kun bo'lsin. Ana shu yaxshi kunlarda sizlar uchun xizmat qilib charchamaydigan faqatgina syurpriz lavhasiga bo'lishadi. Alloh. Bunaqa tabrik har doim bo'lavermaydi. Bugun spetsial uyushtirilgan hammasi